2018-yil Amerikaga borganimda olgan eng katta bitta darsim bor. Hozirgacha shu narsani ishlataman. Hayotimda eng muhim qarorlarni qilishimga har doim yordam beradi. Amerikaga borganda bitta odam kutib olgan bizani. Kutib olganda endi zo'r maoshini kutib olganlar, uylariga olib borganlar, ishxonalarni ko'rsatganlar. Bu inson men uchun eng zo'r insonlardan bittasi bo'lgan. Hattoki agar prezidentlik nomzodini qo'ysa, men o'sha payt unga ovoz berardim. Keyin bildim, o'zbeklarda o'zi bitta zo'r maqol bor. Bitta insonni oldi berdi qilmaguningcha, uni haqiqiy yuzini bila olmaysan. Keyin u insonni qo'lida ishlab ko'rgandan keyin bildim, u inson shu darajada yomon ekanki, hattoki xodimlar urar ekan, do'pposh ekan, pullarni bermas ekan, xullas juda yomon ko'p keyslar bo'lganda, baxtimizga shu yerdan qutulib chiqib ketganmiz. Lekin agar undan oldingi xulosam bo'yicha ishlaganimda, balki men ham shunaqa ahvolga tushgan bo'lishim mumkin edi. Vaqtida bilib, vaqtida ketganmiz. O'shandan keyin kimni oldi berdi qiladigan bo'lsam, kimni ishlaydigan bo'lsam, meni tanqidiy fikrlashga rejim shunday yoqiladi. Uni kiyinishiga, tashqi ko'rinishi ikkinchi darajaga o'tadi. Birinchi o'rinda u inson o'zi qanaqa insonligi, nima ishni qilganligi, yon atrofli inson u haqida qanaqa fikrda, shuni o'rgangan holatda keyin qaror qabul qilaman. Agar sizga biznes tizimlashtirish, savdo va O'zbekistonda biznes qilishga oid keyslar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bunga oid videolarni ko'p bilan ulashaman.